Eng zo'r kameraga ega smartfon qaysi? iPhone, Samsung, Xiaomi yoki Vivo'mi? Barcha kompaniya o'zini smartfonni bozorda eng zo'r kameraga ega deb turib taqdim qiladi. Bilamiz, qaysidir videoni juda ham zo'r oladi, qaysi biridir rasmga juda ham zo'r tushiradi, qaysi biridir video va foto lavhalarni sun'iy intellekt bilan juda ham zo'r ishlaydi. Lekin bozorda barcha smartfon bir-biriga konkurent bo'lgani uchun har bittasini o'ziga yarasha ustunligi bor. Bu safargi videomizda biz ularning qaysi biri zo'r kameraga ega ekanligini emas, balki qaysi biri ko'p vaqt davomida video lavha olishini birgalikda tekshirib olamiz. Demak, meni qo'limda dunyodagi eng zo'r kameraga ega bo'lgan iPhone 17 Pro Max, Samsung S26 Ultra, Vivo X300 Pro hamda Xiaomi 17 Ultra turibdi. Bularning kamerasi juda ham kuchli, flagman darajasidagi. Bu smartfonlarning barchasi ishlatilgan emas, balki yangi korobkadan ochilgan hisoblanadi. Biz o'zimiz bularni ochib, to'g'ri sozlamalarni qo'llab hamda video lavha olishga qaror qildik. Barcha smartfonlarni biz ko'rib turganingizdek shtativga o'rnatib qo'yganmiz va video lavha olishni boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek biz barchasini mana shu kamera orqali video tasvirga tushiramiz. Birinchi bo'lib kamera bo'limiga kirib olamiz hamda barcha smartfonlarni 4K 120 fps, ya'ni 120 kadr sekundga tushirib turib video lavha olamiz. Bu hozircha eng katta bo'lgan video lavha tushirish formati hisoblanadi. Mana bu Android smartfonlarda 8K tushirish imkoniyati ham mavjud, lekin iPhone'imizda hozircha 8K tushirish imkoniyati bo'lmagani uchun barchasini kuchini teng qilish uchun 4K 120 fps da tushirishga qaror qildik. Testimizni ishga tushirdik. Barcha smartfonlarimiz to'liq xotiraga ega. Umuman ichida hech qanday ilova yoki ortiqcha narsa yozilmagan. Faqatgina mana shu video lavhalarni tushirish uchun bu smartfonlarni eslatib o'taman, yangi o'zini qutilaridan ochib ishlatmoqdamiz. Test jarayoni davom etmoqda. Ko'radigan bo'lsangiz, Vivo smartfonimizda mana shunday holatga kelib qoladi. Ya'ni uzun video yozayotganimizda bu yerda batareykani holatini ko'proq uzoq vaqt ishlashini ta'minlash uchun mana shunday holatga keladi. Bir marta bosadigan bo'lsak, mana video lavha olinayotganini ko'rsatib turadi. Smartfonlarimizda to'xtamasdan qancha vaqt davomida video lavhaga tushira oladi deb o'ylaysiz? Kommentlarda o'z fikringizni yozib ketsangiz xursand bo'lgan bo'lardik. Test jarayonida 6 daqiqa o'tgandan keyin Xiaomi smartfonimizda video lavha yozish jarayonini to'xtatdi. Bu yerda 4K 120 fps da yozayotgan edik hamda nimagaligini biz bilish uchun internetga murojaat qildik. U yerda yozilishi bo'yicha kompaniya 4K 120 fps jarayonda video lavha tushirishda maksimal 6 daqiqa qilib ограничение qo'yib qo'ygan ekan. Bu smartfonni qizib ketishdan hamda ortiqcha nagruzkalardan xalos qilish uchun mana shunday chegaralar qo'yib qo'yilgan ekan. Demak, Xiaomi smartfonimizda to'xtamasdan 6 daqiqa davomida 4K 120 kadr sekundda video lavha ola olar ekan. Bu barcha smartfonimizda juda ham kuchli kameraga ega va bozorda o'zini o'rniga ham ega desa bo'ladi. Misol uchun iPhone'ni ko'plar faqatgina video lavha tushirish uchun olishadi. Rasm va portret fotosuratlarini olish uchun ko'plar Samsung yoki mana bu Vivo yoki Xiaomi smartfondan foydalanishadi. Chunki iPhone ko'proq algoritmni video lavha tushirishga e'tibor qaratgan. Bular esa fotosurat tushirishga ko'proq qaratgan bo'ladi. Eslatib o'taman, smartfonlarimizda misol uchun iPhone 48 megapiksel, bu smartfonda 200 megapiksel. Bu yerda megapiksellik kattaligi to'g'risi uncha katta ahamiyatga ega emas. Bu yerda juda ham kuchli algoritmga ham ega bo'lish kerak. Chunki dasturiy ta'minot video va foto lavhalarni tabiiy chiqishiga ko'proq xizmat qiladi. Shuning uchun megapikseli katta degani eng zo'r kameraga ega smartfon degani emas. Vaqtni ko'radigan bo'lsak, smartfonlarimizda 30 daqiqa ham video lavhalarni tushirish imkoniga ega bo'lishdi va hali ham davom etishmoqda. Xo'sh, borib kameralar o'rnini mana shu smartfonlar kelajakda bosa oladimi? Menimcha, borib yaqin kelajakda bosishi aniq. Chunki ixchamlashib bormoqda texnologiyalar. Lekin shunga yarasha juda ham kuchli bizaga rezultatlarni bermoqda. Hali ko'rasizlar, bu aniq kino kontentlarni ham mana shu smartfonlarda olishadi. Bu yerda ProRes degan format mavjud.
Buni kino lavha tushiruvchilar yoki mana shu kontent bilan shug'ullanuvchilar juda ham yaxshi bilishadi. Bu yerda SSD, ya'ni tashqi xotirani ulab qo'yib, siz bemalol juda ham ko'p davomiy video kontentlarni tushira olishingiz mumkin bo'ladi. Smartfonlarimizda ko'rib turganingizdek, hali ham video kontent yozishni davom ettirishmoqda. Bir xulosaga keladigan bo'lsak, barcha smartfon o'z xotirasi to'lguncha bemalol video kontentlarni yoza olar ekan. Bu uchala smartfon o'zini yo'nalishida rostdan ham kino olish darajasiga chiqqan smartfonlar ham desak bo'ladi. Agarda akkumulyator tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu yerda Vivo smartfonimiz eng ko'p video kontent yozishga loyiq bo'lgan smartfon hisoblanadi. Chunki buni akkumulyatori mana bu Samsung hamda iPhone'ga qaraganda juda ham katta milliamper soatga teng. Bu ikkala smartfonimizda esa bunga qaraganda salgina pastroq. Batareyka hisobidan Vivo'imiz bu yerda g'olib hisoblanadi. Ana endi batareyka hisobini olib tashlaydigan bo'lsak va xotiraga yuzlanadigan bo'lsak, mana bu smartfonimizda 256 GB, bu ikkala smartfonimizda esa 512 GB. Shundan ko'rinib turibdiki, iPhone'imiz video olish jarayonida mana bu ikkala smartfonga yutqazishi aniq. Kelinglar bir matematika bo'yicha o'ylab ko'radigan bo'lsak, bitta 4K 120 kadr sekundda video yozish uchun 1 daqiqa uchun 1 GB xotiradan joy oladi. Bu degani 60 daqiqalik videoni yozish uchun, ya'ni 1 soatlik videoni yozish uchun bu yerda 60 GB bizga xotira kerak bo'ladi. Hamda o'ylab ko'radigan bo'lsak, 256 GB lik xotiraga ega smartfonga bu yerda o'zini ichki ilovalarni olib tashlaganda 210 GB qoldi desak ham, bu yerda 3 soatdan ortiq video yoza olar ekanmiz, batareyka hisobini olmasak. Endi 512 GB liga siz bemalol o'zingiz ham hisoblab olsangiz bo'ladi. Xulosaga keladigan bo'lsak, qo'limda dunyodagi eng kuchli smartfonlar turibdi. Bular video kontentlarni bemalol o'zining akkumulyatori va xotirasidan kelib chiqqan holda davomiy juda ko'p ham yozish imkoniyatiga ega ekan. Faqatgina nima uchun Xiaomi kompaniyasi mana shu 6 daqiqa chegarasini yo'lga qo'ygan, buni tushunmadim. Yaqin kelajakda mana shu smartfonlarning kamerasidan foydalanib turib bemalol video kontentlarni tushirishimiz mumkin bo'lar ekan. Faqatgina bizning vazifamiz qaysi smartfon brendidan foydalanish va qaysi biri bizga qulayligini aniqlash bo'ladi xolos. Demak, testimiz qisqacha va sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha